Boshlang'ich $8 bilan mana shu Gentramiz halol nasib savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Yili 2009 ko'rib turgan bo'lsangiz, mashina holati juda yaxshi akalar. Birinchi Lacetti bo'lib tug'ilgan, keyin Gentra qilib qo'yishgan akalar mashinamizni. Ketdik obzor qilib beramiz. 1.8 motorda akalar, faralari yaxshi holatda, 4 yumshoq balon taqilgan akalar, diskalari ham yaxshi. Xudo xolisa, lyuklari bor 3-paytda akalar. Salon qismiga kiradigan bo'lsak, obshipkalari yaxshi holatda, chexollari yaxshi holatda, poliklari yaxshi holatda. O'zini ham qarovlari 250 ming atrofida yurgan, lekin uni bitta tekshirtirib olish kerak deyaptilar. Xo'p, mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma narsasi bor, tayyor holatda akalar. Xudo xolasa. Hop, mashinada eng glavnisi orqasida 4-pokoleniya gazlarigacha bor. Orqasida esa optik faralarigacha bor. Okalar, mashinamiz Toshkent shahar va Toshkent atrofiga beriladi. Nima deysizlar aka? Nima deysizlar? Tayyor holat. Hop. Mashinamiz o'zlik uchun septirishgan, ya'ni полный освежит bo'lgan kraskalar akalar. Ikkita narsasi ishlamas ekan. Hop, kondisioner bilan lyuk ishlamas ekan akalar mashinamizni. Endi bilasizlar, bunaqa mashinadan kamida $1000 qo'yamiz boshlang'ich to'lov akalar. Hop, endi shu ayblar uchun boshlang'ich to'lov $800. Oylik to'lov keladigan bo'lsak, shunda Telegram kanalimizga kirsanglar, batafsil ma'lumot yozib qo'yganmiz akalar. Xullas, telegram nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mashtaqa yaxshi Lacetti Gentra qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin akalar. Joninglar sog' bo'lsin, o'zingizga ehtiyot qilasizlar.